bo'yicha musobaqa bo'layotgan. Yaxshi o'ynaydigan o'quvchimizni bular tanlab olgan. Kim yaxshi o'ynaydi? Esa o'tir. Behruz a'lochi yaxshi o'ynasa kerak shu. Men yaxshi o'ynayman, Shivanch Tagirni ham bilamanmi? Olma boshiga tushgan. Hammaga tushunarli bo'ldi mavzu? Ustoz uyga vasfdan so'ramaysizmi? Obbo. Biz jurnal oxiridamiz, ungacha darsga ketib xotiramiz. Bugun jurnal oxiridan boshlaymiz a? Shavkat tutun. Ustoz uyimizda tok pasayib ketganda o'shanga svetlarimiz yonmayapti, dars qila olmadim. Bunaqa bahona qilma. Mana duslarlarni kichkinalarni uyga o'rnatsang, ko'k pasayib ketib 180 volt bo'lganda ham ishlayveradi. Biz uyda dusil lampochkalari bor. Hammaga xayrli kun, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi o'rtoqlar? Sizlar ko'p pul topishinglar kerak, lekin jismonan ulgurmayotganlar uchun zo'r taklifim bor. Mani biza tanishim bor, pastda silkasini qoldiraman. 7 yillik tajribasi bilan sizlar bilmagan ko'p sirlarni noldan boshlab o'rgatadi. Kuniga 300 mingdan 500 minggacha bemalol daromad qilsanglar bo'ladi. Silkasini pastda qoldirama, kirib ko'ringlar.